Xormay usta aka. Salomat bo'ling, assalomu alaykum. Bu nima bo'ldi? Bu pritsepimizda nima ish bajaryapsiz o'zi? Choch to'shagansizlar, nima bo'lyapti o'zi? Xudo xolasa bu pritsepimizda qilingan ishlarimizni stupidsiya maskalarini almashtirib berdik. Xo'p. Bu yoqda supportlarimiz ham полностью rem komplekt mexanizmlarni hamma narsasini cho'tka qilib almashtirib, o'zini ishlatadiganimizni o'zini qo'ydik va yangi zapchas olib, yangi zapchas kerak bo'lgan qismlariga yangi zapchas qo'yib berdik. Xo'p. Bu yerda sandiq bloklar almashtirdik, amortizatorlar almashtirib berdik. Pazushkalarimiz yaxshi ekan, xudo xolasa, o'shaning uchun tegmadi. ABS datchiklarimiz yonib ketgan, yonib kul bo'lib ketgan. U ABS boshqa ABS datchiklar qo'yib berdik bu yerda, xudo xolasa. Xo'p, 1 yil davomida men anaqa trak haydovchilardan 1 yil davomida iltimos qolardim. Har 1 yil davomida mashinani remont qilib turinglar, ko'rsatib turinglar. Oddiy misol, mana sandiq blokimiz buni yangi qoqib berdik. Mana bu sandiq blokimiz o'zi ish jarayoni tugagani uchun mana bu holga yetib kelgan. 1 yil davomida ko'rsatmaganinglar uchun. Shunaqa holatga tushmasligi uchun nima maslahat berasiz trak haydovchilari uchun? O'zlari uchun hatto 6 oy, 7 oyda bir oyga shunday ko'rsatib turib, nima gap, nima so'zligini bilib turishda yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Agarda mabodo shunaqa holat bilan yana oldinglarga kelishsa, sifatli xizmat ko'rsatib bera olasizlarmi? Xudo xolasa sifatli xizmat ko'rsatib bera olamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa eshitsalar bo'ladi.